Ko'pchilik shahardan charchab, toza havo va tinch joylardan uy qidirayotgan mijozlarimizga diqqatiga. Uchqahramon postdan 6 kilometr kirganingizda Hojota mahallasida 4 sotuga qurilgan mana shu yangi xonadonimiz sotilyapti. Videoni oxirigacha ko'ring, narxlarini oxirida aytib o'tamiz. Toza havo va tinch joyda joylashgan shu xonadonimizda uglovoyda joylashgan, tashqarida o'zining zilyon zonasi bor, avtomatik darvoza va kalitkasi mavjud. Xonadonimizga kirishimiz bilan bitta mashina uchun parkovkamiz mavjud. Zilyon zonalarni ko'rasizlar, daraxtlar, archalar, qimmatbaho golubaya yil archamiz ham mavjud. Kirishimiz bilan o'ng qo'limizda qo'l yuvish uchun rakvinamiz mavjud. Bu yerda letniy kuxnya ko'rib turganingizdek, o'tiradigan joylari, ikkita o'choq qozon, mangal va idish-tovoq uchun rakvinalari mavjud. Xonadonimizda mana shu joyiga dashni stol yoki tapchan qo'yishingiz mumkin. Va bu yog'imizda mana shu podolimiz mavjud. Podvol selli oshxonani tegi qilingan. Mana shunaqa maxsus razdvijnoy tom qo'yilgan. Yomg'ir, qor yog'ganda ochib yopib qo'ysanglar bo'ladi. Va bu yog'imizda tashqi sanuzlimiz ham mavjud. Hojatxona, rakvina va tahorat uchun sharoitlari mavjud. Endilikda xonadonimizning ichini obzor qilib beramiz. Xonadonimizda 4 ta xona, 3 ta sanuzul, oshxona va xolldan iborat. Endi obzor boshlaymiz. Kirishimizda o'rtada bitta xoll kutib oladi. Xollga chap tomonida kotishnoq chiroyli dekorativ oyna qilingan va bitta 18 talik konditsioner qo'yilgan. Keyingi xonamizda ayollarimizning sevimli xonasi, oshxonamiz. Ko'rib turganingizdek, oshxonamiz yangi mebel texnikalar Hoffman brendiga tegishli. E'tibor qilayotgan bo'lsangiz, har bitta xonani o'zini mana shunday oynalarda moskitli setkalar bilan jihozlangan. Keyingi xonamiz bilan tanishtirib o'tamiz. Bu yog'imizda общий sanuzulimiz bo'ladi. Unitaz, vanna, rakvina va kir moshina bilan jihozlangan. Bu xonamizda bitta kattalar yotoqxonasi, ya'ni spalnimiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, shunaqa katta keng. Bu spalnimizning o'zini sanuzuli mavjud. Dushoy kabina, unitaz, rakvina bilan jihozlangan. Endi keyingi xonamiz bilan tanishtirib o'tamiz. Keyingi xonamizda bolalar yotoqxonasi bo'ladi. Ikkita kravat bilan jihozlangan, ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli. Ikkinchi kattalar yotoqxonasi. Bu barcha mebel texnikalar bilan jihozlangan, ko'rib turganingiz shunaqa katta keng, katta garderob, spalnilar bilan jihozlangan. Bu xonamizda zalimiz bo'ladi. Kirishimiz bilan shunaqa chiroyli remontlar qo'yilgan, pardalar, yangi zamonaviy lyustralar, televizor va televizor orqasi shunaqa dekorativ qoplama bilan jihozlangan. Bu xonadonimizda barcha mebel texnikalar qoladi. Eng asosiysi narxi bilan tanishtirib o'tamiz. Narxi 159 ming AQSh dollari deb baholanmoqda. Kelsanglar sunnatiga ozgina o'tib beriladi.